أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hurmatli qarindoshlar, biz bugun sura Ali Imronninki 49-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Maryam alayhissalomninki ahvoli to'g'riliq kelib, Maryam alayhissalomga Isa alayhissalom bilan berilgan xush bishorat haqida va Isa alayhissalomninki Alloh bergan alohidliklari, sifatlari, xususiyatlari haqida ketayotgan oyat yana shu haqda ketyotdi. Isa alayhissalomning sifati haqida. Dabada Alloh subhanahu va taolo hikoya qilib va rasulan ila bani Isroila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Yani ayetning mazmuni İsa alayhissalomning tili bilan hikoya qilingan mazmun. İsa alayhissalatu vassalam o'zini tushuntirib shunda deydi: "Men Bani Isroilga avatilgan bir elchi. Men sizlarga Robbinglar tarafdan buyuk mo'jiza paketlarni olib keldim. Men sizlarga loydin qush shaklida bir narsa yasab, qush shaklini yasab, shuningga pulayman. Allohning izni bilan bu qushqa o'zgaraydi. Tug'ma qarg'u, ondan keyin tiri kasalini, oq kasallarni saqaytima va uhyil mauta biiznillah. Allohning izni bergan doirasida, ya'ni Allohning izni bilan o'liklarni tirgizma va siz yeyotgan uyinglarda va saqlayotgan yemeklarni men sizni ko'may turib, bilmay turib xabar beralayman. Inna fi zalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Agar sizlar haqiqiy ishonsanglar, masalaning mohiyatiga qarasanglar, bunun da sizlarga nisbatan büyük bir paket, delil, mo'jiza va mening payg'ambarligimga degan shaklda bayon qilyapti. Hamda oyatning boshida İsa alayhissalom o'zini rasul kalimasi bilan ifoda qildi. Men Allohning sizlarga avatgan elchisi. Rasul odatda bir delil, bir paket, bir mo'jizaga ehtiyojlar. Rasul biz ilgirki darslarimizda deb o'tgandek Allah tarafından kişilerge yaşaş mizanını etkilediğin, yeni bir mizan, yeni bir yol, yeni bir prensipini etkilediğin şahıs Resul buludu. Bunun için bir delil pak tutuluş gerek bunun rastçılığına. Halak adam keplikinden ben Allah'ın evetken elçisi, onu kılışın gerek, bunu kılışın gerek. Bu to'g'rimaydi. Çokum bunun davasını ispatlaydigan bir narsa, bir mo'jiza bo'lish gerek de. Bu mo'jiza ayet tilg'ilingan Qur'on-i Karimda ko'pincha vaqtda mo'jizalarni ayat kalimasiyle ifodalaydi. Ayat yani Qur'onning oyatni oyat deymiz ya biz. Shu o'xshash talaffuz oyat deymiz, ammo ma'ni jihatda Qur'onning oyati shu biz o'qiyotgan oyat shu. Ba'zi oyatlar tilg'ilingan mo'jiza ma'nosidagi oyat u boshqa. Ana bu mo'jiza degan nima desa, shu bir ishni da'vo qilgan odamning da'vosining rostchiligini isbotlash uchun u epkiladigan odatdan tashqari bir ish. Yani odatdan tashqari degani normal hayot qonuniyatiga qarshi, normal hayot qonuniyati bo'yicha mumkin emas, boshqa odamlar faqat qilolmaydigan bir ish bu mo'jizadir. Agar shunday mo'jizani epkagan shaxsni rad qilish uchun shu epkagan mo'jizalarni inkor qilishimiz kerak. Ya'ni men mo'jizani epkeldim desa, Kötüra o möcüze emes o. Sen möcüze epkigen nesini başkalarına kılalaydı diyeliş gerek. Eğer aşta diyemese, zaten o şahıs epkigen neyse, iş möcüz olup, normal kanuniyette başkalar kılanmaydıgan, başkalarının kolunu kemeydiğen şop kalsa, bu mutlaka inek Allah tarafından evetilgen bir peygamber oludu. Demek bir yerdeki möcüz neymi o dese, karış çıkkallarının eğizine kanat tuğaklayı. Çünkü onun okşaş neslerini kılanmadı. Şu an her zaman elçilerninki, peygamberlerinin birinin möcüzuludu. Birinin möcüzünü başkalar kılanmaydıgan şekilde. Andinkin bu möcüze köp hallarda şu millet, şu kavim kıp adetlengen
ishlarning qatoridan biladi. Endi hech kim qilib boqmagan, hayotida ko'rib boqmagan ishlar bo'lib qolsa balkim nima deyishi mumkin. Biz qilib boqmabdi ekanmiz, ko'mabdi ekanmiz. Bo'lmasa biz mi qila olamiz? O'shalar ishni odatlangan bo'lsak, ya qilib ko'ngan bo'lsak degan javoblar chiqishi mumkin ya. Shunga har payg'ambar, har elchi avatilgan qavm qaysi sahada putuq qozongan bir bo'lib qolsa, payg'ambar shu shakldagi mo'jizalarni olib keladi. Masalan, Musa alayhisalom desak, buni Allah subhanahu wa ta'ala Banu İsrailga ve Firavun'un kavmiga avatdi. Şu zamanlar sehirgerlik bilen, sahirlar bilen tutuşup ketken bir zaman Firavun'un sehirgerleri şu Firavunga ve başkalarına sihir işletip bazı narsalarni sihir şekilde ortaya çıkarıp işlerini korkutadigan, Firavunga xushamat qiladigan ahvollar bo'lyapti. Musa aleyhisselam del muşununga o'xshash mo'jizalar avatildi. Herkes bu Musa aleyhisselamninkini sihir demaslik kerak, chunki farqi bor. Sihir bilan mo'jizaning farqi bor. Sihir qilg'uchi masalaning mohiyatini biladi. Ammo boshqalarga boshqa shaklda ko'riladi. Masalan, sihirgar bir narsalarga o'zgarsa, kunimizda uni buni dollarga, pulga o'zgartiradigan bir ishlar bor ya, shunga o'xshagan masalaning aslini sihirgar biladi. Masalan, bir narsa o'zgardi deyli, o'zgarmaganligini biladi. Faqat qarshi tarafning ko'ziga o'zgargan shaklda ko'riladi. Ammo mo'jizada amaliyotda o'zgaradi. Hatto mo'jizani apkagan payg'ambarmo uning qanday o'zgarganligini uqmaydi. Çünkü o möcüzünün gücü Allah tarafından buriladi. Mana bu sihir bilan möcüzünün farqini. Bunu biz Surat Taha'daki 17, 18, 19, 24 ayette bu farqini bayqay olamiz. Musa aleyhisselamning vaqaligi bayon qilingan ayet ya. Allah subhanahu wa ta'ala Musa aleyhisselamga bergan möcüzəsinin ahvalını bayon qilib bunda bir deyil qilgan. "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Musa aleyhisselamdan so'raydi. "Aqlingdagi nima?" قال هي أسقايا أتوكل عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى. Bu bunun Hasan başqa narsa emas. Men shu bununga ba'zi tayinib tirab ma'ama qo'ylarimga yupurmoqlarni qiqib tiraman masalan. Va boshqa ishlarga ishlatma deydi. Demak, Musa alayhisolamning qo'ldagi narsaning hosi ekanligini, bir tayoq ekanligini Musa alayhisolam o'zi biladi. Ve özü itiraf qiladi. Musa aleyhisselam amaliy hayotda ishlatayotgan bir tayoq bu. Masalaning hatta qanday nagrab, na to'xtaydiganligini uqmaydi Musa aleyhisselam. Oyatning oxirida qala alqiha ya Musa. Musa aqlingga tayoqni tashla, fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Tashladi, qarasa bu yılan bulup qanday qilyotdi? Mengyotdi. Oyatning 5idagi qulog'dagi nima desa, bu degan mening hasam tayoqim to'qmoqam, kaltak degan gap hamdi u. Buni bunda yo'lmangan vaqtda tirab mangama masalan. Qo'ylarim qancha buncha yupurmoqlarni qiqib turma degan ifodalarning hammasi nima desa, hatto buning yilonga o'zgaradigan xarakter holatini va yilonni uqmaydi Musa alayhisalom o'zima. Bir hozir bir tayoq deb qaraydi uni. Ammo tashladi, yilonga qana qildi, o'zgardi. Ya'ni bu yerda Alloh shuni demoqchiki bu oyatda Musa alayhisalomningki bilishicha bu bir tayoq. Chunki tayoq amaliyotda bir hasa bu. Shu uni buni qiladigan, uni buni ishlatadigan hasa. Ammo Alloh uni boshqa shaklda biladi. Chunki u mo'jiza. U bir yilonga qanday qilib o'zgaradi. Shunga bu yerda inchki nuqta bor. Oyatning oxirisida bunday var. Awjasa fi nafsihi khifatan Musa deydigan bir oyatning oxirisi bor. Fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Yilonga tashlagandan keyin yilonga o'zgardi ya. Musa alayhisalom qo'rqdi deydi. Nimish qo'rqdi? Chunki u kunda tirab mengayotgan, qo'ylarga yupurmoq qilib turayotgan, ishlatayotgan bir qog'ozining yilonga o'zgarganligi sig'midi. Chunki u mo'jiza. Bel sihr bilan mo'jizaning farqi bu. Sihirgarlar kishilarga ko'rsatayotgan sehrining mohiyatini, xalqlar boshqacha ko'rayotgan narsaning asli boshqacha emas ekanligini biladi. Ular qo'rqmaydi. Ammo Musa alayhisalom uni bir xoda, bir tayoq, to'qmoq bir hosil deblan biladi. Tashlagandan keyin bo'ldi. Undan keyin qo'rqdi. Qo'rqqanligining o'zi
mani Musa alayhissalom biladigan bir sehr emas, balki mo'jiza ekanligini ifodalaydi. Shunga shu oyatning oxirida 21-oyatda shu sura Tahaninki qala khudha va la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Qo'rqma, qam. Tut, qo'rqma. Biz asliga qaytarib beramiz deyapti. Agar Musa alayhissalom aslida qo'rqmagan bo'lsa, ana shu vaqtda azroq shubhilanish o'rnimiz bo'lardi. Nimish qo'rqmaydi, ilondan hammadan qo'rqadigan bo'lsa, qo'rqdi, chunki qo'ldagi bir hasa etdi, yilonga o'zgardi. Bir hasaning yilonga qanday o'zgarganligini sig'dirolmadik Allohga. Chunki normal ma'lumotda bu mumkin emas ish. Normal qonuniyatda mumkin emas ish. Mana bu mo'jiza. Mana bu mo'jiza. Ammo sehr dal buning aksi. Sehrgar o'zining nima qilayotganligini biladi. Kishilarga qanday qilib ma'nosini a shaklda ko'rsatayotganligini, bir odatdagi qog'ozni pulga o'zgartirayotganligini o'zi biladi. Hech qanday hayron qolmaydi o'zining ishini. Qo'rqmaydi agar qo'rqinish ta'sir qilgan taqdirda bu. Dal bu taraf. Endi gapimizga qaytsak, mo'jiza haqida to'xtaldik ya. Isa alayhissalatu vasallamning zamonasida, Isa alayhissalomning qavmi tibobat, doktorlik, hakimlik bilan mashhur bo'lgan bir xalq. Mushu ish umumlashig'ligida, andagandan Isa alayhissalomga berilgan mo'jiza dal kishilar orasida umumlashgan ishning turidan birildiki, Isa alayhissalatu vasallamga nimalarni qanaqla oladigan, kasallarni saqayta oladigan bir mo'jiza berildi. Ammo bu mo'jiza normal doktorlik sohasida ham cheklanib qolmadi. Ma oyatda berilgan Isa alayhissalom berilgan, balki bundan halqib ketdi. Tug'ma qarg'u, gazlarni masalan, oq kasallarni davolayman degan doirasidan bo'lib qolmay, balki mo'jiza o'zining mo'jizaligini yana bir qatlam o'rlagan shaklda o'tirib chiqardiki, jinni ketgan o'liklarni Allohning izni bilan tirildirman dedi. Laydin qush shaklda yasab, bununla püflese, bununla can girip uçuduğan bir mo'jiza holatiga o'tdi. Ma'ishkisamda doktorlik doirasini hal qilgan birishlar. Doktorlarningki eng cho'ng qila oladigan ishi tiriklar doirasida bo'ladi. Ammo o'liklar, jonsizlar doirasida doktorning ishi yo'q. Endi oyatda Isa alayhissalom bunda bir ifoda qo'llandi. Laydin qushning shaklida bir narsa yasayman degan tarjima qildim, men tarjima qilgan vaqtda arabchada axluqu kalimasi qo'llandi bu yerda. Axluqu, ya'ni xalaqa kalimasi biz odatda xoliq deymiz, yaratish ma'nosida. Endi arab tilidagi bu xalaqa so'zni ko'p hollarda Alloh bandalarni, boshqa maxluqlarni yaratgan ifodalarda qo'llangan bo'lg'achqa biz Uyg'ur tilida sapla yaratdi deb tarjima qilamiz. Yani yasash barlıqqa keltirish deb tushunsak bo'ladi. Yani mana tushunlar qarindoshlar. Bir ishni oldin alab, pilallab, yasashdan ilgirila, uning lohiyasi kallida iniqilib yasalgan, paydo qilingan ishni arabchada xalaqa deymiz. Masalan, men bir istakan yasaydigan zavodninki loyihalar bitsa desam, yoki yasaydigan odam deb qarasam, istakan yasashdan ilgirila mening kallamda bir loyiha bor. Onun tutduğu yeri, şekli, çoğun küçüklüğü degandek bir loyihalar bor. Shuni bilan undan keyin qumdan shu istakan aynak yasaydigan moddalarni elib, buni bir o'zgarishlarni qilgandek istakan yasaladi. Buning shaklini arabchada xalaqa bo'ladi. Bu ma'no, bu so'zni xalaqa ifodalaymiz. Endi agar qarasiz shaklda bir narsalarni qilib bir narsa o'tirib chiqib qoldi, bu xalaqa emas. Tamam, buni tushundikmi? Endi xalaqa degan so'z shunda barliqqa keltirdi, yasadi, yaratdi degan shaklda tarjima qilsak bo'ladi. Bu Allohga qo'lindi. Alloh yaratdiga xalaqa. An kishilar bir narsalarni yasab o'rtaga chiqarsa, paydo ijod qilsa, buningga xalaqa ifodasi qo'lindi. Endi mishada Allohningki xalaqa si bilan insonning xalaqasining o'tirida qanday farq bor? Allah yaratadi bir narsalarni va insonmi yasaydi bir narsalarni. Uyg'urchada farqlanib tarjima qilyapmiz. Alloh yaratdi, insonga yasadi deb. Ammo arabchada o'xshash. Allohga xalaqa, insonga xalaqa ishlatadi. Farq nima desa, farq bu. Alloh yaratganda yo'qdan yaratadi. Ammo inson bir narsa paydo qilsa, bir narsa yasasa,
badın yasaydı. Yok nersini yasayamaydı. Bayatın tılğagan stakanımı çokum, ben kumdan yasayma mesela. Ve başka misallarını alsam, bunun bir mutlak bir maddisi var. Bu bir fark, en çok fark. Allah'ın yaratışı ile bendeninki bir neslen icat kılıp orada çıkışının bu en çok fark. Bu bir. Andın ki ikinciden Allah yaratkan mahlukta bende insan yasıgan maddede yakın nerside yok bir alahidilik var. Qanday alahidilik? Allah yaratkan mahlukta hareketleniş, can, ruh ve kiçikten çoğuyuş alahidiliki var. Mesela insan qarab bakayla, şunun özü en yeterlilik delil. İnsan yok aslında. Yok yerden yaratıldı insan. Küçük haleti doğulup, asla üst bitilip, erkek, kişi de ikisi kanakılıp, oturudun nesil kaldırış arkalık şekilleniyordu. Bu Allah'ın yaratışındaki alahidilik. Ama bayatın ağam misalimizden kaydını alsak, istakallarının erkek kişisi yok. İstakallarını zavuttum, kan da çıkarsa, ta o istakan çıkılıp tükügen kadar şu şekilde dururdu. İstakan yoğunamaydı, küçüklemeydi, uruklamaydı, sevmemeydi. Bu alahidilik Allah'ın yaratışıyla bendinin yazışının ki oturdu ki gerçek işiltilatkan söz oksusu mu? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Sure Mu'minun'un ki 12. 13. 14. ayetlerde Allah insanını laydın laqad ve laqad halaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin degan ayetlerden fetabarakallahu ahsanul haliqin degan yağıcı bo'lgan ayetlerde Allah'ın yaratılış qadam basqıçlarını qanaqwatıdı sözlewatıdı bu ayette. Ahval şu. Allah özünün halkını yaratıplam koymay en güzel ravişte yarattı. Yoktun yarattı. Ama insan nereden yasaydı? Badın yasaydı. Allah yaratıp özünün yaratkan mahlukuğa hayatlık mı da hareketlenediğin, küpeydiğin bir alahidilik bəydi. Çoğuydiğin bir alahidilik bəydi. İnsan yasaydı. Qanday yasaydı? Banasizini yasaydı bu bir. İkinciden onun da hayatlık olmaydı bu iki. Üçünceden onun da üst bitilediğin, küpeydiğin bir alahidilikni ubrenmeydi. Doğanlıkın tabii ki ayetinin ahirindeki Fetebarakallahu ahsanul haliqin. Allah en güzel yaratıcı degan ifade bu yerda özünün ifadesini kirsesi kerak. Endi ayetning o'ziga qaytsak qarindoshlar, İsa alayhissalom akhluqu lakum, akhluqu yani shu iborat keldik ya, men sizlarga laydan qush shaklida bir narsa yasayman deydi İsa alayhissalom. Fa anfuqu fi, shuni bilayman Allah'ın izni bilan qushuldi deydi. İsa alayhissalomninki qushning shaklini yasashi normal ahval. Çünkü sizlar biz makab laydan qushning shaklida bir qushning haykalini yoki nimasini yasay olaymiz da. Ammo mo'jiz nada? Oxiratdagi biiznillah iborasidagi buni bilan bir puylashlanlam qush nimaga aylanadi? Jonliq bir narsaga aylanadi. Ya'ni İsa alayhisolatu vasallamning bu yerdagi mo'jiza, biz ko'rinadigan mo'jizasi qush shaklida yasag'ini emas. Chunki har qanday odam qila olmaydi uni. Fakat onu püleş arkalık Allah'ın izniyle bunu bir canlılık kuş haletine keltirilir. Çünkü can kirgüzüş insanın iqtidarı yok. Bu İsa Aleyhisselam'ın kıldığı mükemmeliydi. Biz bayağıda dep geldik ya, Allah'ın yaratışı ile insanın yaratışına oturduğu fark, bir neçe farkını çıkardık. Şu fark bu yerde eks etki. Bir lay şeklindeki, kuş şeklindeki lay heykel ya ki kuş şeklindeki neresi deyimiz. Bunu neden kılalaydı? İsa Aleyhisselam pülledi, bunu Allah'ın izniyle can kirdi. Ma can kirgüzüş insanın alaylık emez. Ve İsa Aleyhisselam'ın kıldığın bu emniyeti kemeydi. Bu fakat İsa Aleyhisselam'ın, yani insanın, İsa Aleyhisselam insan o, dairesinin halkıgan, kişinin halkıgan, Allah tıllam tepedediğin bir alaylık. Bu möcüz tarifi. Ameliyatda İsa Aleyhisselam'ın bu işleri cüret kılalışından hemmesi Allah'ın ki izniyle boğan mesele. Ahiristiki biiznillah degeni İsa Aleyhisselam'ın bir itrafatı. Neşemez bu. Men kimidim bunu, benim alahidlikim emas bu deb itirafat bu. Bu yerda xuddi bizga bir narsa demekçidek qarindoshlar. İsa Aleyhissalatu vesselam
keyingi davrlarda Hristiyanlar tarafidan iloh deb qaraldi. Ilohning balasi deb qaraldi. Chunki Isa alayhisolamning qo'lidan nurg'un mo'jizalar o'rtaga chiqqan. Bular mushu mo'jizalarni dastak qilib olib, mushuni fitna asosida kishidan azradigan vosita shakl tutib, Isa alayhisolamni ilohlik o'rniga ko'tardi. Xuddi bu oyatdagi biiznillah degani mening hech buningda töhfem yo'q. İsa Aleyhisselam davat qildi bu. Mening ishim emas. Bu yerdagi bu kasallarning saqiyishi, bu tug'ma qarg'ularning saqiyishi, oq kasallarning saqiyishi, bu qushlarga pulisi jon kirib uchish masalasi, o'liklantirilishi mening ishim emas. Sizlar buning oldanmanglar. Men normal inson degan o'zining nimasi itirofati. Amaliyotda bu aldinib yoki buningga ezib Isa Aleyhisselamni ilohlik darajasiga ko'taradigan darajada ish emas. Agar mushu gapida Hristiyanlar Rasululloh olsa, Isa alayhisolamni iloh demay Ibrohim alayhisolamni desuldi. Chunki Ibrohim alayhisolamning bir voqealik voya 260-oyat sura Baqaraninki. Ibrohim alayhisolam Alloh subhanahu va taologa o'likni qanday tirildirilganligini bir ko'rib baqsam ya Rob dedi. Ishonmam dedi ya, ishonma. Qalbim tahimur rahilsun deb duo qildi. 4 dona qushni akilib, ularni Bağçılab, arılaştırıp, tödlarını taqqı qo'yib qo'ydi de. İbrahim Aleyhisselam shunday qilib, har birisini chaqadi, yugurgan peti keldi. İbrahim Aleyhisselamning qo'lida yuz bergan mo'jiza İsa Aleyhisselamninkidan texmi kuchli. İsa Aleyhisselam laydin birini yasaplam, pulisi uçtu ya Allah'ın izni bilan. İbrahim Aleyhisselamninkida 4 saq qushni o'ltirib, jinni chiqarib etib, arılaştırib birisiga fay go'shtlarini bunda. Andikin go'shtni 4 dona taqqa qanaq etdi. Taqt o'tib chaqirib bo'g'icha hamma qushlar yugurib keldi. Mayedagi bo'lgan mo'jizlik Isa alayhisolamnikidan yuqori. Agar bular Isa alayhisolamning mo'jizasiga qarablam iloh deydigan bo'lib qolsa, Ibrohim alayhisolamning kuchli. Bu bir. Ikkinchisi, Isa alayhisolamning agar dadasi yo'q, dadasiz tug'ilgan bu nuqtadan iloh deydigan bir da'voni qildigan bo'lib qolsa, buningdan Odam alayhisolam favqulodda kuchli. Chunki Isa alayhisolamning har holda onasi bor. Ama Adem Aleyhisselam'ın ne anası ne dadısı yok. Hiç nemesi yok. Ondan ilah diş doğru tutup kalsa eğer bulanın gibi mentik cihetini doğru da qaralgan takdirde Adem Aleyhisselam ne deyiş gerek bula. Şu bulanın İsa Aleyhisselam'ın bazı möcüzlerini destek kılabilip, dadısız doğulğunu destek kılabilip ilah degini bu bulanın yalgan batıl davasından ibaret. Anlakin yana ayetinin ahırına devam kılaylı ve ubriul ekme وأكمها والأبرص وأهي الموتى بإذن الله. من tug'ma qarg'ularni va oq kasallarni tirgizma. Allohning izni bilan o'liklarni nima? Saqaytma Allohning izni bilan o'liklarni tirgizma. Hamda Isa alayhisolamning bu ikki xil kasalni tilg'ilishi chunki o'z davrida bu kasallar saqaymas kasallar hisoblanadi. Akma normalda tüp yıldızdan qarg'ogan ko'zning ko'rish quvvati asla bo'lmagan kasalni akma deymiz. Buning ta hozir qadar doğrusu olmadi. Hozir ba'zi ko'zi ko'maydiganlarni operatsiya qilish orqali ko'z etilyapti ya. Bu ko'zning to'silish pardasi va yoki ko'zning asli ko'rish quvvati bor, ammo sirtqi to'saliqlar tufaylidan ko'rolmay qolganlarga bo'layotgan operatsiya. Andikin baras tiridagi oq kasal bo'ladi. Tiri qancha nigir qora rangli tiri olsa-mu, tirida mush kasal bo'lgan vaqtida oq holatga keladi tiri. Odatda insonning tirisiga rang bilan ta'minlab turadigan bir bez bo'ladi insonda. Rang berib turadigan bez. Agar mushu bez badanga rang urishdan shuna to'xtagandan keyin tiri oq kasal shaklda o'rtaga chiqadigan gap va yoki boshqa ta'sirlar kuchisi ba'zida insonning tirisi saqrab qoladigan ahvol bu mushuning o'xshash masala. Ya'ni bu ikki kasal tug'ma qarg'uliq va oq kasal o'z vaqtidagi saqaymas kasallarning qatoridan bo'lib Isa alayhisolamning mo'jizasi hisoblanadi. Ba'zilar mush bayatin deganimda kelib ba'zi to'saliqlar tufaylidan ko'zi ko'maydiganlarning operatsiyadan keyin ko'zining ochilgani va bugungi kundagi ba'zi tiri kasallarininki oq kasallarninki tirisining rangining asliga kelgan ahvollarini qilib turib Isa alayhisolamninki ep kelgan bu ishi vaqt munosabati bilan mo'jiza hisoblansa kerak, ammo bugungi kunda mo'jiza emas. Ammo biz deymizki, Qur'on mo'jiza degan ish davom mo'jizaludir. Biz bayatni tushundirgandek İsa alayhisolamning saqaytqini tug'mas, tug'ilishidilla ko'zi ko'rmas kasallar. Ondan keyin tiri kasallarininki bugungi kunda saqaytqini tirining aslidagi holati qaytgan emas, balki tirining rangini o'zgartirish orqali aslidagi yaqinlashtirishni deb tushunamiz.
Ammo tamam, shunga biz qoyillab zodi bugun taraqqiy qilib, to'g'ma qarg'ularni ko'di, tira saq asliga keldi degan taqdirda, ashaga qoyil bo'lgan taqdirimizdami Isa alayhisolamning mo'jizasiningki kuchi qolmaydi. Nimishqa? Chunki Isa alayhisolam bu kasallarni nima orqali saqaytdi qarindoshlar? Bir gap bilan saqaytdi, duo bilan saqaytdi. Bugun uni saqaytdi degan taqdirda, saqayta olgan taqdirda davolash qaror qilgan, ammo Isa alayhisolam duo orqali saqaytdi. Bu nuqtadan Isa alayhisolamning mo'jizaligi, ya'ni o'zining mo'jizaligini qanaq qiladi, saqlab qoladi. Biz İsa alayhisolamning doktorligini da'vo qilmadik ya, u bir payg'ambar, doktorlikni o'qimaydi ya'ni. Ammo shunda turib bir duo, bir so'z bilan davolayoladi degan taqdirda hozirga qadar hech kim beg'iz gap bilan kasal davoligini biz anglamadik va u mumkin bo'lmaydi. Balkim davolagan taqdirdami ba'zi bir davolash, birish orqali davolaydi, gap bilanchi emas. Shu yerda mo'jizlik, o'zining mo'jizlik holatini saqlab qolalaydi tamoman. Ondan keyin oyatning oxirida İsa alayhisolam ve uhyil mauta biiznillah. Men ölüklerini Allah'ın izniyle tirildirmem. Hem de yani ölüklerini tirildiriş meselesini İsa Aleyhisselam mutlak kılgamı ahırga Allah'ın izni bilen degene bir şeyde bizge manda bir noktalarda keladigan suallarning oldini az gerek. Bir adamning yaşaydigan hayatta ecel oldu, bir belgilengen bir muddet oldu. Ülüdigan bir ecel muddet oldu. İsa Aleyhisselatü Vesselam ülüklerini tirgise oğlanınki ölüm eceli, yaşaş eceli qatarlıq məsələlərə dəxil etməmdi deyilən bir sual çıxışı mümkün. Amma təfsir kitablarında deyilgənə görə İsa Aleyhisselam dua qilish orqali Allah'ın izniyle tirildirganlar, hammasi tirilib, o'zining tirilganligida bo'lganligini qayta o'lganlik vaqalari var. Yani bu məsələ biiznillah dairəsində bo'lgancha, yani Allah'ınki ularga belgilgan yaşaş muddəti, ölüş muddəti qatarlıq məsələlər bilan bu qanday qılmay to'qinishmaydi. Şunga axırda biiznillah bor. Ondan keyin ve unabbiukum bima ta'kuluna ve ma tadakhiruna fi buyutikum. Men sizlarning nima yeyotgan va uyinglarda nimalarni saqlayotganliklaringizni ham sizlarga xabar beralayman deydi. Nimishqa buni İsa alayhisalom mo'jiza sifatida tilg'anadi. Chunki inson o'zining kundalik hayotining tafsilotini o'zi biladi. Mesela bugün ben nimi yeyman, nimi yedim, bu ahvallar bana xas, benim ailemge xas ahvallar. Aldiki kuşlarını yasap, onunla püylep can kireş, qarg'u, oq kasallarni saqaytish, o'liklarni tirkizish, bu umumyuzlik bir, ammiy ish, hammadamning o'rtada bo'ladigan ish. Ammo xalq yeydigan tomoqning turi nima? Xabar berish bu her adamning xos alohidligi, xos bir xususiy ishi. Xususiy ish az bo'lmagandan keyin buning hammani İsa alayhisolamning inson bo'lish bilan xabar berib bo'lish notayin mumkin emas. Ammo mo'jiz sifatida, masalan, bir mahallada yoki bir yurtda ya 10 uy yo'q, ya 100 uy yo'q, necha ming uy bo'ladi. Bugungi kunda kichik bir nahiylarda necha million odam bor ya. Bunun hammasini İsa alayhisolam shu kunisining o'zida birdan shu o'ylarga berib nimiydi ko'rib, bu asla mumkin emas. Ammo buni debiralganligini o'zi bu bir mo'jiza. Bu bir ahvol. Ikkinchidan, belki mana savol chiqishi mumkin, har xil savol so'raydiganlar bor ya. Ham İsa alayhisolam o'yining ichiga kirib bilmasmi? Ash atrofdagi o'ylarga, masalan, shu demakchi bo'lgan, demak o'ylarning atrofiga vos tomoq deganning puri qoladi. Buningni bir bo'lishi mumkin desa, buni inkor qilib, buni yo'q chiqarib oyatning oxirisida Ayetning oxirisida va ma tadakhirun uyda zapas saqlangan qanday yemeklik bor. Buni sizlarga gapiraman. Zapas saqlangan yemeklik tabii burmaydi endi. Burmay uning puruqi yo'q. Bu ikkisi birlashib İsa alayhisolam har uy ko'rib pishgan tomoqlarning puruqini purab yoki kurib yoki iniqlab bilib debbat degan shu bilanni tal to'kis yo'q qiladi. Ya'ni bu agar biz haqiqiy bu nuqtaga haqiqat olsa iymon aytimiz deydigan nuqtaga kelgan bo'lsak, Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki bizge bildirgen büyük möcüzlerinden birisi. Çünkü yukarıdaki tilgilinan işlerinin hiç qaysı insan bunu bilen kuldan kiladigan işler emas. Şoňa şu ayetinin ahirinde inne fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Eğer siz hakiki mu'min bolsaňlar, bunun büyük bir möcüze
pakit bor. Allohninki mushu narsalarni mo'jiza sifatida o'zining rasul, elchi payg'ambarlarga bergan bir kuch ekanligini isbotlaydi bu pakit dalil pakitlar. Chunki yuqori sifatlarning hech qaysi deganimizdek inson bo'lish sifati bilan uningda shakllanmaydi, insonning qo'lidan kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizni haqiqatni ko'rgan vaqtda qabul qiladigan qilib bugungi vaqt munosabati bilan darsimiz mushada to'xtaydi. Inshaalloh 50 oyatni Allah nasib qilsa kelar soatlik darsda o'qiymiz. Kelar soatda kurashishlarni Alloh qomonat qildi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.